U tun odatdagi tunlarga o'xshamasdi. Havo biroz salqin, osmon esa sokin edi. Oy xuddi nimanidir kutayotgandek jim turardi. Men deraza yonida o'tirib, uzoqqa tikilib turgan paytim eshik sekin gichirlab ochildi. Avvaliga shamol kirdi deb o'yladim, lekin keyin eshik romidagi soyani ko'rib yuragim bir zumga to'xtab qolgandek bo'ldi. U kirib kelayotgan edi. Yillar oldin ketgan, bir ogiz xayr ham demagan odam. Qadamlarini sekin tashlardi, xuddi shovqin qilib yuborishdan qo'rqayotgandek. Uning ko'zlari darhol menga tushdi va o'sha nigohda so'ginch, charchoq va hali ham sonmagan iliqlik bor edi. "Kirsam bo'ladimi?" dedi u past ovozda. Men javob berolmadim, faqat boshimni engil qimirlatdim. U ichkariga o'tdi, eshikni asta yopdi. Xona birdan torayib qolgandek bo'ldi, go'yo bizdan boshqa hech narsa qolmagandek. U bir necha qadam oldinga yurdi, so'ng to'xtab menga qaradi. Uning qarashida uzr ham bor edi, umid ham. "Seni bezovta qilgan bo'lsam kechir", dedi u, lekin kelmasam bo'lmasdi. Men chuqur nafas oldim. Yuragim ko'kragimdan chiqib ketadigandek urardi. "Nega?" deb so'radim nihoyat. U bir lahza jim qoldi, so'ng sekin javob berdi. "Chunki seni unutmadim. Bir kun ham." Bu so'zlar xonada osilib qolgandek bo'ldi. Men ko'zlarimni chetga olib qochdim, lekin ichimda nimadir yumshab, erib borayotganini sezdim. "O'sha paytda ketishim kerak edi", dedi u, "boshqa yo'lim yo'q edi." "Lekin hech narsa demading", dedim asta. "Hech narsani tushuntirmading." U menga yaqinroq keldi. "Bilaman. Bu mening eng katta xatom edi." Uning ovozida chin pushaymon bor edi. Men indamadim. U ham sukut saqladi. Faqat tashqaridan shamol barglarini qimirlatgan ovoz eshitilib turardi. "Men ketganimdan keyin ham sen bilan yashadim", dedi u nihoyat. "Har bir kunimda, har bir qarorimda sen bor eding." Men unga qaradim. Ko'zlarimda yosh paydo bo'layotganini sezdim. "Unda nega qaytding endi?" dedim. "Chunki endi qochishni istamayman", dedi u. "Endi seni yo'qotishdan ham qo'rqmayman, faqat yoningda bo'lishni xohlayman." Bu so'zlar yuragimni titratdi. U qo'lini uzatdi. Men bir lahza ikkilanib turdim, keyin barmoqlarimni uning kaftiga qo'ydim. U qo'limni ehtiyotkorlik bilan siqdi, xuddi u meni qo'yib yuborishdan qo'rqayotgandek. Biz shunday turdik, so'zsiz. Vaqt sekin o'tayotgandek edi. Ertasi tong u ketmadi. Men uyg'onganimda u hovlida o'tirib choy ichayotgan edi. Quyosh hali baland ko'tarilmagan, havo salqin, hamma narsa sokin edi. U meni ko'rib jilmaydi. "Xayrli tong", dedi u. "Xayrli tong", dedim men ham. Biz birga choy ichdik. Dastlab gapirmadik. Faqat qushlarning ovozi va choynakning sekin buk chiqargan tovushi eshitilib turardi. "Bu yer hamon o'sha ekan", dedi u atrofga qarab. "Faqat sen biroz o'zgargansan." "Sen ham", dedim men. "Ko'zlaringda nimadir boshqa." U jilmaydi. "Balki kattaroq bo'lgandirman." Men unga qaradim. "Nega ketganingni ayt", dedim asta. U chuqur nafas oldi. "Chunki o'sha paytda o'zimni yo'qotib qo'ygan edim", dedi u. "Hayotim tartibsiz edi, yuragim ham. Seni ham o'sha tartibsizlikka tortib ketishdan qo'rqdim. Sen o'zing qaror qilgan ekansan", dedim. "Mendan so'ramay." "Bu uchun afsusdaman", dedi u, "juda afsusdaman." U menga tikildi. "Lekin bil, men seni hech qachon ayblamadim, hech qachon unutmadim." Men ko'zlarimni pastga qaratdim. "Endi nima bo'ladi?" deb so'radim. U bir oz o'ylab turdi. "Endi hech narsani majburlamayman", dedi u, "faqat yoningda bo'lishni xohlayman. Agar ruxsat bersang." Men indamadim, lekin yuragim ichida bir eshik asta ochilayotgandek bo'ldi. Balki hamma narsa qaytib kelmas, balki hamma narsa avvalgidek bo'lmas. Lekin u shu yerda edi. Va men ham shu yerda edim. Shu lahzada bu yetarli edi. U choyni qo'yib hovlining chetiga qaradi. Quyosh asta balandlashib borardi, nurlar hovlining tuprogiga tushib, uni oltin rangga bo'yayotgandek edi. Men uning yonida jim o'tirardim.
Ichimda savollar ko'p edi, lekin ularni so'rashga jur'at topolmasdim. Chunki ba'zan savollar javobdan ham ko'proq narsani buzadi. Agar men yana ketib qolsamchi? Dedi u kutilmaganda. Men unga qaradim. Ketishni xohlayapsanmi? Deb so'radim. U boshini sekin chayqadi. Yo'q. Lekin hayot ba'zan odamni o'zi istamagan tomonga yetaklaydi. Unda qolishni tanla, dedim men asta. Hech bo'lmasa bir marta. U menga tikildi. Nigohida minnatdorlik ham, ehtiyotkorlik ham bor edi. Qolaman, dedi u past ovozda. Agar sen rozi bo'lsang. Men javob bermadim, lekin ko'zlarim bilan ha degandek bo'ldim. U buni sezdi va yengil jilmaydi. Kun davomida biz birga bo'ldik. U hovlida nimadir tuzatdi, men oshxonada ovqat tayyorladim. Vaqti bilan ko'zlarimiz to'qnashib qolardi va ikkovimiz ham jilmayib qo'yardik. Bu juda oddiy lahzalar edi, lekin ichida qandaydir iliq sehr bor edi. Go'yo biz uzoq yillik tanaffusdan keyin yana hayotning o'ziga qaytgandek edik. Kechga yaqin havo yana salqinlashdi. Biz tashqarida o'tirib osmonga qarab suhbatlashdik. Ba'zan o'ylayman, dedi u, agar o'sha paytda ketmaganimda, hozir boshqa odam bo'larmidim? Balki, dedim men. Lekin balki hozirgi sen menga ko'proq yoqar. U kulimsiradi. Rostdanmi? Rostdan. U sekin yaqinlashdi. Nafasini his qildim. U qo'lini mening qo'lim ustiga qo'ydi. Sen meni yana tirik qilgandek bo'lding, dedi u, ichimdagi hamma narsani yana eslatding. Men unga qaradim. Balki sen o'zingni o'zing tiriltirgandirsan, dedim. U boshini egdi va peshonamga yengil tegdi. Bu juda sodda, juda sokin lahza edi, lekin yurakni to'ldirib yuboradigan darajada chuqur edi. Kecha tushdi. Oy yana ko'rindi. Biz ichkariga kirdik. U xonada o'tirib kitoblarni ko'zdan kechirdi, men choy qaynatdim. Hech kim shoshilmadi. Hech kim ketishga oshiqmadi. Agar xohlasang, men shu yerda qolaman, dedi u, bir necha kun, balki ko'proq. Qol, dedim men. Shoshilma. U boshini qimirlatdi. Tun jim edi. U yotoqxonaga ketayotganda eshik oldida bir oz to'xtab qoldi. Rahmat, dedi u, meni qabul qilganing uchun. Sen begona emassan, dedim men. U jilmaydi va chiqib ketdi. Tongda men deraza yonida turib tashqariga qarab turgan edim. U hovlida turardi. Uzoqqa tikilgancha nimanidir o'ylayotgandek edi. Men yoniga bordim. Nima bo'ldi? Deb so'radim. Hech narsa, dedi u, faqat shu lahzani yodda saqlamoqchiman. Qaysi lahzani? Shu yerda, shu holda turishimizni. Men ham osmon tomonga qaradim. Ba'zi lahzalar abadiy bo'ladi, dedim. Hatto ular qisqa bo'lsa ham. U menga qaradi. Men ketishim kerak bo'ladi, dedi u birdan. Yuragim bir zumda siqilib ketdi. Qachon? Yaqinda. Lekin bu safar boshqacha, dedi u, bu safar men qochmayman. Men qaytib kelaman. Men unga ishonmoqchi bo'ldim. Va'da berasanmi? Dedim. Va'da beraman, dedi u jiddiy. U menga yaqinlashdi va quchoqladi. Bu quchoq uzoq davom etmadi, lekin ichida tinchlik bor edi. Ba'zi odamlar hayotga bir marta kiradi, dedi u sekin. Ba'zilari esa har safar qaytib keladi. Men jilmaydim. Unda tezroq qayt, dedim. U ham jilmaydi. Va men bildim, bu yakun emas edi. Bu faqat bir sahifaning oxiri edi. Qolgan sahifalar esa hali yozilmagan edi.